sinfdan ko'tingni olib chiq nahoy. Mezozoy va gemoroy davrida. Shokir, shovqin qilmasdan jim quloq sol. Shoshmang. Nima? Oypat 20 dan 5 ni ayirsak necha bo'ladi? 10 bo'ladi. Noto'g'ri, to'poy qanchaq. Shokir. Nadagon bilan. G'ofir 9 ta. Biz seni og'zingga nechta siqish haqida gapirmayapmiz. Biz 20-5 haqida gapiryapmiz. Qani bolalar, kim biladi? Anvar, 20-5. Ha? Yop, og'zingga uray. Bolalar, 20-5. Sen tezlikchalar 10-sinf bo'ldilaring bilan. Xo'p, qaranglar, agar G'ofir 20 ni og'ziga solgan bo'lsa, keyin 5 ta erkak uni chiqarib olsa, G'ofirning og'zida nechta qoladi? 15 ta. Rostdan shuncha siqadimi? Ha, javob to'g'ri. Va nihoyat, bo'larkan-ku mana. Bolalar, oxirgi savol. Shokirning oilasida 2 kishi, ya'ni dadasi bilan oyisi bor edi.